eshiklarni yopilishiga ahamiyat bering. Bitta knopkani bossak, hamma eshiklarni o'zi yopib beradi. Gap yo'qmi? Hojaga mana shunaqa rizq eshiklaringiz ochuv paytida, yopilib qolmagan paytda mana shunaqa zo'r mashinalarni olib haydab yuboring. Mana eng prezidentskiy 7-seriya mashinasi A7 ning 60i. Mana qarang, faralari ham takoy. Xrustalning yonishini qarasangizchi, gap yo'qmi? Eng mazza joyi kraskasi top-toza. 2024-yil kraskasi top-toza. Bitta knopkani bossak, o'zi ochiladi. Agar mashinami, odammi tursa, o'zi ochilmaydi. Hamma pardalari avtomatik dajdan. Kichkina porchkachasida ham parda bor. Mana obshivkadagi sensorli boshqaruv panellariga maza qilaman. Akustikasi ham eng top Bauer Wilkin. Orqadagi monitorini qarang. Kattaligini Sky Lounge bor. Eng mazza joyi qarang. Mana sizlarni oldiga surib qo'yib, atamakani ko'tarib yotib olib ketsangiz ham bo'ladi. Mazza joyi yana polni karbon paket bor. Tarpetkalarni karbonini asvetkasiga, guliga ahamiyat bering. Karbonda o'rtada takoy zarlari ham bor. Shinasi voydod kechib payt oqaversa, shunaqangi yumshoq, shunaqangi keng va navorot mashina hisoblanadi. Kamida 600 km yuradi bu zapas xodi. 50 emas, bu 60i 4 ta balon tortadi. Adashmasam 4,5 sekundda 0 dan 100 gacha chiqadi. M paket, top-toza kraskasi. 2024-26 ming yurganini srochniga 109 mingga bosib yuborsangiz bo'ladi. Bu nemisga, Xitoyga emas. Bosib yuboring endi. Bir maza qilib o'qib yuring. Meni olib kelsangiz, hozir mashinalarni sotib olish muammo emas. Oldin qiynallarni hozir olib kelasiz, meni olib kelsangiz, ozgina zarariga yoki shunaqa narxlar turibdi sotib olsak bo'ladi.